yosh burtavona shoirimiz shoir Hamidjon Dashti Qalachini yozgan she'ri Jumadin Nazariy ovoziga eshiting. Sog' bo'ling aziz do'stlarim. Bo'ldim-man sani ay jigarim, ishqingga girman. Bu jodilik o'zingga bo'ldim o'zim asirman. Seni qo'shin dushmanlar deb o'ltiradi ey yor. Yoki o'laman yoki men sani oxir olaman. Qo'rqaman bu dildan jodu bo'lgan bo'lsa, ay voy rozi dilim bosh bo'lgan bo'lsa. Qo'rqaman bu dildan jodu bo'lgan bo'lsa, bu she'r giriftori bir ohu bo'lgan bo'lsa. Seni ishqingga giriftor bo'lib devona bo'ldim. Majnuning bo'lib tashnay men Farhoddan oldim. Oshig'im deb seni o'zing yurakdan sevib, gulim ishqingga men o'zimni qalandar qildim. Jonim beraman senga yo'lingda agar qabul etsan, o'lib qolaman ay sevgilim meni unutsan. Bu ishqing joy olibdi meni qalbim to'ridan. Qo'rqaman jonim sen mendan uzoq bo'lib kesang. Qo'rqaman bu dildan jodu bo'lgan bo'lsa, ay voy rozi dilim bosh bo'lgan bo'lsa. Qo'rqaman bu dildan jodu bo'lgan bo'lsa, bu she'r giriftori bir ohu bo'lgan bo'lsa. Seni ishqingga ay shirinim Farhod gadoman. Men sendan uzoq tushib bir devona shaydoman. Duo qilaman namoz o'qiganda ko'rsam deb, biz talabingdan bo'lsa olsam deb xudoman. Mana shulardan toza xondanlarni farmoyish beraman bo'lsangizlar, Hamidjon Dashti Qalachini shumara WhatsApp raqamlari 2098 93 98 78 36 81. Shoir Hamidjon Dashti Qalachi hamisha sizlarning xizmatimizga